Sizdan so'rab baqay. Navra ochingizning yoki navra akingizning bolalari sizning bolangizni tunamdi hozir. Gangrab turib qoldingiz-da, nima deyishingizni bilolmay. Halimiz musho. Bolalar bir-birini tunamaydi. Bir navra akivalning navra ochvalning bolalari bir-birining bolasini tunamaydi hozir. Jek apamaymiz, badikalda qilmaymiz. Enjam paxtigidek o'tib ketib bordi kunlarimiz. Bu ishimiz ya tugimida, bir kun qilsaqmi tugimida, bir yil qilsaqmi tugimida, hozirim tugamayotdi. Shunga bolalar, bu ishni qilaversak tugamaydi. Jahonga to'yrik bo'lmaymiz. Atogim bizma o'lab ketamiz. Ankiz bizning hozir burunqidek mana 8-10 bola yo'q. Hech kimning uyida. Shu 1dan 2dan bolamiz bor. Urusqanlar yo'qlashib, o'zaro men navralar bir-birisining uyiga berib, balan tunishtirib qilib qo'ysak, ma yaxshi. At bo'g'larimizmi burun unda paynavra, kukun navra deydiganlarni bir-biriga yig'ib, et bayramlarda opirib bir yerlarga bizning keyin qasanglar, izdishinglar, hammanglar bir anning, bir dadning bolalari deb menda qilibdikan. Hozir biz be akavallar bir yerga berishsak, shu qoldimiki? Unda navra tuqqanlar faqat izdashmaydigan bo'lib ketibdimiz. Unda qilmaylar. Musho tuqqanlarning qatida bir yerga chaqirdi, men bu badam u yerda tamoq yeyib etib, qolgan jug'lashgan tuqqanlarga shu dedim. Miyadan bika bo'liblar, unda chatilib ketmay, hammanglar o'mlakin bizning uyga chiqinglar, yaqin bo'lgan ekan. Men shu bir choy qo'yay, mehmon qilay, u yerdan bika bo'lib menglar desam, ular ilmiyadan bir bika bo'lib deb qo'ydi. Shu orliqda tamg'im balroq yeb bo'lib, sirtqi bir unda chiqdim, Sevalayda. Aqil o'ssam, yerda ikki o'ylan gap qilishga turibdi. Yeb qilg'im kirib qoldi, mening gapimni qilib etibdi. Da zan sasam, birse yan birsi mana deydi. Umaning uyga bormaylar. Buning aran kunni yetayotgan aran jinva nima? Biz chiqsak, uzdima deb bir moncha chiqimda bo'ladi. Uningdan ash pulga un yog' elib bolalarni vaqtmisinma desa ham birsi. Aynda qilla, hamda uy ketamdoq desa ham birsi. Ahmadnikiga borlar. O hamda be ikkinchi navra keldigan cho'ng navrakimizning bolasi edi. Yiraqroq tuqqan. Men yaqin tuqqan hamda bir dadning bolalari. Avla hamda sal yiroq tuqqan bo'lsa-mi, aning qulida bor. U nima deydi desanglar? Aning bir qimmat qo'chqiri bor. Unda 1000 ko'ydim, 1500 ko'ydim pul olib xaning meliq selyotdi. Ballalarim shunda balan tushibdi. 5-10 ming ko'ydan ishlik oladigan. Shunga aning uyga borlar desa yamiste. Oyinda qilla. Mandayak barimiz asla. Aning bilan badikalda qilib tursak, qo'ylarimizni ekilamiz, bir shaqqida quyib olamiz. Aningdan paysi juqida desa, hamma xil deyishibdi. Bu gapni anglab, putimning uchib desab yenib keldim. Ankiza u yerdan bika olib yo'lga chiqdik. Yana qayta dedim. Menlar bizning o'ygan manglar, men azroq tayyorlik qilib qo'ygan, hayal qilmayman desam, bo'ldi. Salomat ko'rishdik. Maqsad yemak ichmakda bo'lmagandikin, yana bekilamiz deb qo'yiblam ketdi. Men o'yga chiqib, ularning gapini anglab, anglagan gapni o'ylab qoldim. Men kuyundimmi yo men yaratmadimmi? Sizlar deb baqinglar. Bir gipa. Bu bizni uzma degan pulga aran jinva nima bu? Un yag'il bolalarni vaqtso'an degina kuyundimiki deysam, Ahmadnikiga borlar, aning qimmat qo'chqiri va aning badikalda qilsak, manfaat yo'qda deydi. Bu gapni o'ylagan yoqqa tushunib yetdim. Aslida mening menda qimmat qo'chqirim bo'lgan bo'lsa, yo bir traktorim bo'lgan bo'lsa, avliq manfaat yetkazgudek. Menim izlaydi ekan, mening uyimga keldi ekan. Ondan keyin bu urug'tqanlarning uyga bolalarimni ergashtirib, unda to'y ekan. U ham bu ishligim opamas bo'ldim, bamas bo'ldim. Baray desam, mana bu qalanda uyda yigil bijimiz yo'q, bolalardan tatib elib kelib qusoq vaqqilar deb qoldiga o'xshaydi degan o'y kelib qilib kallamga. Uni yoqsangiz men bu yerga bormadim. Biron beribdikanman. Bolalarimni ergashtirib olib, bir kunlik ishim tutdi-o'sna. Bu tuqqanlarim bilan ko'rishib kelay deb unda beribdikanman. Unda tuz o'ylab. Agarni anglagan yoqsa, mendek namrat tuqqanni ular bir tuqqan etmagandikan ishimni qilay dedim. Bu jahondan qanday yashsak shunda o'tib ketsa kunimiz. Vaqtinglarni ep qo'ydim. Hammanglarga rahmat. Bosbi qo'llab qo'ygan bo'lsanglar.